7-sinf algebra, sonli ifodalar. 13-bet, birinchi mashq. Amallarni bajaring. Birinchi misol. Demak, bu yerda qavsni oldida hech qanaqa ishora yo'q bo'lgani uchun bemalol tashlab yuborsak bo'ladi. Endi 57 dan 27 ni ayirsak osonroq. 57 dan 27 ni ayiramiz 30, 30 ga keyin 26 ni qo'shsak 56 bo'ladi. Demak, birinchi misol javobi 56. Ikkinchisi, xo'sh, qarang, 49 ga 11 ni qo'shsak osonroq 60 bo'ladi. 60 dan keyin 55 ni ayiramiz 5 bo'ladi. 5 dan 0.4 ni ayirsak 4.6 bo'ladi. Uchinchi misol. Uchinchi misolda bir boshdan bajaramiz endi bu yerda. 7,5 kira 2 demak 15 bo'ladi. Ayrilgan 3 ko'paytirilgan tursin. Qavsning ichida plyus bor, bo'lingan bor. Bo'lish birinchi bajariladi. Demak 0.6 ni 0.2 ga bo'lsak, bu yerda ikkalasi ham ana vergulni bitta-bitta unga bemalol siljita olamiz. Bu kasr deyilganda, faraz qiling bu kasr bo'lish belgisi. Surat va mahrajini bitta songa ko'paytirsak bo'lardi, to'g'rimi? Demak, bu ikkalasini ham 10 ga ko'paytirsak bo'ladi. Ya'ni 10 ga bittadan siljitib olamiz. Ya'ni bo'lishda doim vergulni o'ngga yoki chapga bir xil miqdorda siljishi mumkin. Demak, 6 ni 2 ga bo'lish bo'lib qoladi. 6 ni 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Endi bu 2/1 ni o'zi turibdi. Endi 15 ayrilgan, 3 ko'paytirilgan, 2/1 ga 3 ni qo'shsak 5/1 bo'ladi. Endi 15 ayrilgan, 3 ko'ra 5/1 15/3 bo'lyapti. Demak, 15 dan ayiramiz 15/3 ni minus 0.3 bo'ladi. Obuna bo'lamiz, like bosamiz, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosamiz va Telegram kanaliga a'zo bo'lamiz.